Max bilasanmi, necha kundan beri bu yerda yuribmiz? Anig'ini bilmayman. Adashmasam, menimcha deyarli 1 oy bo'lyapti. Oziq-ovqatni, suvni kuya amalladik, lekin sovuq jonimdan o'tib ketdi, ishongan. Mayli, buni ham bir amallaylik, yaqinda chiqib ketamiz. Qachon chiqib ketamiz? Hech qachon chiqib keta olmaymiz bu yerdan. Umidingni so'ndirma, hali chiqib ketamiz qarab turgin. Mayli. Mayli. Hozircha senga ishonib turmayman. Xo'p, mayli, senga ishonib turaman. Agarda meni olib chiqib keta olmasang, keyin boshqacha gaplashamiz, tushunarlimi? Ha, tushunarli. Endi nima qilamiz? Xullas, endi menimcha bu yerdan ketishimiz kerak. To'g'ri. Va endi biz boshimiz oqqan tomonga yura boshladik. Ya'ni biz o'zimiz uchun narsalar izlay boshladik. Uy, mashina, yegulik, ichimlik, xullas o'zimizga kerakli nima bo'lsa ham topsak bo'lgani deb boshimiz oqqan tomonga yurdik va davomini biling. Yana qancha yurishimiz kerak? Taxminan 1,5 kilometr atrofida. Hazilning paytimi hozir? Men hazillashmayapman. Xo'p, mayli. Qayerga ketaylik? Ready, bu yoqqa qara. Ha. Men ko'rgan narsani ko'rdingmi? Ortimdan yur. Nima? Qasr? Yana bu qanaqangi qasr bo'ldi? Ha, ko'rdim, ketdik. Borib ko'ramiz. Balkim bu yerda bizga kerakli narsa bo'lishi mumkin. Balkim bu yer chiqish yo'lidir. To'g'rimi, nima deding? To'g'ri, lekin umuman teskarisi bo'lishi ham mumkin. Bizga xavfli narsa bo'lishi ham mumkin. Bir tomondan to'g'ri. Mayli, borib ko'raveraylik. O'lsak o'lib ketamiz, bo'lmasa qolganimizni ko'ramiz. Xo'p. Yo'l qayerda ekan, topdingmi? Ha, bu tomonda topdim, ketdik. Xo'p, o'zi chiqib ketibsan. Xo'p, mayli. Nimagadir menga oxirgi payt hech nima qo'rqinchli bo'lmay qoldi. Menga ham. Xo'p, mayli, nima qilamiz? Kiramizmi? Albatta kiramiz, sen ortimdan yur, xo'pmi? Yaxshisi sen birinchi ko'taril, men orqangdan, xo'pmi? Nima, qo'rqdingmi? Yo'q, shunchaki o'zim. Понятно. Xo'p. Bu yerda juda ham g'ayrioddiy narsalar bor. Bu yerda kimdir yana jin chaqirgan bo'lsa kerak. Ha, to'g'ri. Endi nima qilamiz? Bu yerda bizga kerakli narsalar yo'q. Mana bu kitobni ko'rchi, oldingdagi nima yozilgan ekan? Qaysi kitob? Mana bundami? Bilasan-ku bunda nima yozilganini, hozir o'qisam. Mana buni aytyapman, ahmoq. Ha, bu yerda kitob bormi? E'tibor bermabman, uzr. U ketishingizni xohlayapti deb yozilgan. Ketishni biz ham xohlayapmiz, lekin qanaqa qilib? Bilmadim. Xo'p. Max, hazillashma, hazilning payti emas. Qayerdasan? Max, qayerdasan? Yana qayerga g'oyib bo'ldi? Max, hazilning payti emas hozir. Va Max bu paytda boshqa joylarni izlash uchun ketgan ekan, ya'ni binoni yon atrofini ko'rish uchun ketgan. Va men bundan juda ham qo'rqdim va joyimga qaytdim. Va Maxni o'zi yetib keldi. Bu bola bilmadim, yoki chindan ham yo'qolib qolyapti, yoki ataylab qolyapti. Keldingmi, Max? Ha, keldim, nima bo'ldi? Men seni 1 soatdan beri izlab yuribman. Men shunchaki binoni yon atrofini ko'rgandim. Va mana bu yerlar ana buni qara. Nima? Axir bu men o'ylagan narsa-ku. Axir bu ana bu yana ruhmi, bir nima? U bizga qarab turibdi. Nima qilamiz? Hozircha kuzatib turamiz. U bizni ko'ryaptimi, yo'qmi bilishimiz kerak. Albatta ko'radi-da. Balki yerga qarab turgandir. Bilinmaydi. Hozir bilib ko'ramiz nima bo'lishini. Mana buni tashlab qo'yamiz. Sen ahmoqmisan? Axir uni o'zingga qarab chaqiryapsan-ku. Mayli, chaqirsan. Kelsin. Bu yerdan tush, tezroq bizni ko'rib qolmasin. Bu yoqqa tush. Tushdim. Namicha qo'rqmasang. Axir sen qanaqa joyda yurganingni bilyapsanmi? Bilyapman. U menimcha g'oyib bo'ldi. Balkim bizni oldimizga kelayotgandir. Bu hazil emas, chindan ham g'oyib bo'ldi. Rostdanmi? Hozir bir ko'raychi. Rostdan ham g'oyib bo'libdi. Men bu yerdan ketaman, xo'pmi? Qayerga ketmoqchisan? Bu yerdan sakrashimiz kerak. Sen ham men bilan sakra. Sen ahmoqmisan? Qanaqasiga sakraymiz? Pastda suv bor, suvga tushamiz. Hozir u bizni oldimizga chiqib keladigan bo'lsa, biz o'lib ketishimiz aniq, yoki bizga qandaydir xavf soladi. Men ketdim, sog' bo'l. Va Max bu yerdan o'zini uloqtirdi va men bundan hayron bo'ldim va juda ham qo'rqdim va men sakramadim. Nima bo'lishini kutdim
Max hazillashyaptimi yoki chindan ham nima bo'lganini bilish uchun shunchaki kutdim. Ana u ahmoq chindan ham o'zini tashlab yubordi. Balkim u hazil qilayotgandir. Qanaqasiga bunaqa joyda hazil qilishi mumkin? Ana shu suvga tushdimikin yoki o'lib ketdimi bilmadim. U g'irt jinni bo'lib qolgan bu yerda. Ha, agar jinni bo'lmaganda sakramagan bo'lardi. Nima qilaman endi? Balki men ham ortidan sakrasammikin? Lekin u bu qayerdan keldi? Tushunmadim. To'xta. Iltimos, menga tashlanma. Sen kimsan? Yo'q, yaqinlashma. Iltimos. Ha, hattoki davomi qanday bo'lishi o'zimga ham qiziq. Va sizlardan iltimos qiladigan narsam like bosing, kanalimga obuna bo'ling. Men shunchaki video chiqarsam ham kanalimning obunachilari ko'paygani yo'q va prosmotrlar ham juda ham kam. Va sizlardan iltimos qilardimki, like bosib, kommentariy yozib, videomizga obuna bo'ling. Ya'ni kanalimizga obuna bo'ling demoqchi.